Mening qaynotam. To'rt yil ichida birinchi marta Emin meni ko'rib xursand bo'lmadi. Nega kelding? Men seni chaqirmagandim-ku. Syurpriz. Bu soxta surpriz. Meni qayerda ekanligimni Bilardim. Ataylab keldingmi? Gap yo'q. Siz shu qizga uylanyapsizmi? Ha, shunga nima qilibdi? Dedingiz chakka emas. Dedim bo'lmasa 4 yil sen bilan yurmagan bo'lardim. Mendan ham chiroyli qizga uylanishingiz mumkin edi, lekin mendan chiroylisi yo'q. Ha, bu haqiqat. Albatta, sendan go'zalni hali onasi tug'magan. Endi tushundim sizga nega go'zallik saloni kerak bo'lganini. Yana qanday salon? Shaharning eng qimmat saloni. Oddiy odamlarni oddiy joyga olib borish kerak. Tushundingizmi, jonim? Xo'sh. Unda bu joy kim uchun? Bu joy boylarga mos. Masalan, bizga o'xshagan boylar uchun. Tsi. Nega kelding? Maqsading nima? Osh gapir. Oldin tinchlaning, xo'pmi? Men sizni podstava qilgani kelmadim. Qani yuringchi. Kelinni bir ko'raylikchi. Shart emas. Shart. Yangamizni ismi nima edi? Esimdan chiqibdi. Uzr, isming nima edi? Zaynab. Zaynab. Hatto bo'lajak rafiqangizni ismini ham bilmaysiz. Zaynab, bir soniya. Asalim, bu detal ortiqcha. Opajon, siz o'zingiz bilarsiz nima qilishni? Menimcha endi yaxshi turdi. Zaynab, senga shu yoqdimi? Bilgandim. Bu yerda o'zingga yoqqani bormi? Qaysi biri? Unda shuni kiyib ko'rsa bo'ladimi? Juda chiroyli turdi menimcha. Nimasi yoqmadi, hayron. Yur tashqariga, yur. Chiroyli-ku. Yur dedim. Yarashib turibdi-ku, endi qarang. Amira, yur. Yur bu yoqqa. Nima demoqchisiz? Amira. Boyagi qiz kim edi? Qaysi qiz? Kelib, sochingizni ushladi-ku. Ha, Amirami? Shunchaki do'stim. Yigit va qiz o'rtasida hech qanday do'stlik bo'lmaydi. Qanaqasiga? Nega bo'lmaydi? Bo'ladi. Masalan, yigitning puli ko'p bo'lsa, do'stlari ham ko'p bo'ladi. Aniqmi?
Aniq? Unday bo'lsa yaxshi. Ha, turdinglarmi? Ha, Xudojon, yana ozgina o'tirsanglar bo'lar edi. Yo'q, boraylik endi. Rahmat, ancha o'tirdik. Qudamga shuncha o'tiring desam ham ketaman deb turib oldi. Endi uy ishlari, mol-hol. Ha, sog' bo'ling. Maza qilib, yedik, ichdik. Katta rahmat. To'g'risini aytsam, oshga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham mazali chiqibdi, lekin juda yog'li bo'pti-da. Yog'i ko'pligidan qo'llarimdan oqib ketdi. Ortiqchasi endi uvalda. Yog'ni kamroq qo'shganingiz yaxshi bo'lardi. Osh bo'lsin, oshni yog'lisi yaxshi-da. Ha, yoshlar qayerda o'zi? Ha, ular hozir kelib qolishadi. Ha, kelib qolishadimi? Ha, hozir kelishadi. Ha. Ancha kech qolishdi-da. Yo'q, kelishadi. Mana o'zi ham kelishdi. kelib qoldi. Keldinglarmi? Ha, Kelishdi. kelishdi. O'g'lim, yaxshi keldingmi? Qalaysan? Yaxshi o'tirdinglarmi? Charchamadinglarmi? Ha, endi boraylik. Ko'p o'tirdik. Qishloqda mol-hol bor. Ular ham yemsiz, suvsiz yotgandir. Husnora kampirga ishonib, antennasiz qoldik. Yana molsiz ham qolmaylik deyman-da. Unga ishonch bormi? Bu gapingiz ham to'g'ri. Tog'a, labay, qanaqa antena tushunmadim. Shu telefonning antennasida, yana nima? Bu quruq qo'l bilan kelibsan. Hech narsa olmadinglarmi? Juda ko'p narsalar oldik. Narsalar qani? VIP joylardan xarid qildik. VIP nima yana? Qimmat joylar. Sizlar o'zi qimmat joylardan olasizlar yo noto'g'rimi? Sizlarga skitkadagi narsalar to'g'ri kelmaydi. Narsalar qani? Mashinada, bagajda. Tag'in yo'qolmasin. Yo'qolmaydi. Signalizatsiya bor. Signalizatsiya? Hamma taraf kamera. Ha, yaxshi. Yaxshi qoling, Xudo. Ko'rishguncha. Xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'ling. Eshikni och o'g'lim. Ha, mayli, yaxshi qolinglar. Xush kelibsiz, Xudo. Kelib juda yaxshi qildingiz. Baraka toping. Havo ham sovidi. Uyga kiring. Xudo, men o'zim ketaman. Kiramiz. Xudo, Baxtiyor, bularni taksilari ketadigan joyga tashlab qo'ygan. Jo'natib keyin kelgin, xo'pmi? Shart emas, Xudo. Nima qilasiz ovora bo'lib? Nega unday deysiz? Nima keragi bor edi, Xudo? Benzin zoya bo'ladi, o'zimiz piyoda ketaveramiz. Xavotir olmang. Yo'q. Baxtiyorjon, qo'yib kel, xo'pmi? Ha, mayli. Xo'p. Qo'ymadingiz-da. Unda ketdik. Qudang bo'lsa, shunday qudang bo'lsa-da. Kelib turing. Xush kelibsan, Kel. qizim. Seni ham bag'rimga bosib qo'yay. Yaxshi Kela etib qol, olinglar. kuyov. Ha, baraka top. Ana shunday kuyov. Mayli, yaxshi qolinglar. Yaxshi yetib oling, Xudo. Mayli. Xo'p, sog' bo'linglar. Yaxshi yetib Mayli, Xudo olinglar. xola. Yanga, Sog' sog' bo'linglar. bo'ling. Mayli, qizim. Qani o'tir. Qani, ehtiyot bo'l. Mayli, sog' bo'ling. Mayli. Xo'p, yaxshi yetib oling. Dada, bular yotib qolsa yaxshi bo'lardi-da. Ha? Buni qarang, mehribon kuyov. Ha, bolam. O'tgan kuni borib kelding-ku, bugun boshqachasan. Kuni bilan aylandinglar. O'zingda yo'q, xursandsan, tinchlikmi? Ha, kuyov bola. Gapir. Ha, endi oyi, kelinni o'zlaringiz topdilaringiz-ku. Ha, bu yoqdimi deyman, ha? Ha, muhimi sizlarga yoqdi. Endi uylanamiz-da. Ha, aniq yoqtiribsan, ha? Barakalla. Odamni uyaltirmang. Qo'ying. Qani, endi uyga kiramiz. 100% yoqqan. Ha, shunday. Kiringlar. Qani, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rais. Yaxshi keldingiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishing, yangi xodimlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Mijozlar ko'p. Sabab? Tinchlikmi? Biz lombardga qarz ochdik. Foizimiz juda past bo'lgani uchun natijasi shu. Ha. Qancha foizimiz bor? 2-3%. Tashqaridachi? 4-5%. Ha, xalq uchun juda yaxshi bo'pti. Barakalla. Qoyil. Emin. Men bilan birga borasan. Men barchani to'pla. Majlisimiz bor. Xo'pmi? Emin. Dadam chaqiryapti. Ha, bor, keyin kirasan. Bu hujjatlarni yaxshilab tekshirib chiqinglar. Dada? Majlisni men o'tkazay? Ha, Haytali. Qayerga? Qishloqda nima gap ekan deb chiqqandim. Ha, pullaringni o'zing bilan oldingmi? Qaysi pul? Tushunmadim. Ey, qo'ysangchi, o'tgan kuni pochka pul olganding-ku. Bu gaplarni qo'y kampir. Ketdi hamma pul. Qayerga ketdi? Bozor uchar qildik, to'yga ketdi pul. Ha. Aytgancha kampirsho. Qudratovlar bilan quda bo'lganimni odamlar eshitdimi o'zi? Hamma eshitdimi? Hech kim indamaydi-yu. Odamlar biladimi, yo'qmi? Qayerdan bilay, xabarim yo'q. Sen faqat dollarni o'ylaysan, boshqa narsani Sen emas. pul desa joningni berasan. Nima gap ekanligini eshitmaysanmi? Ay. O'rgildim. Xo'sh, u kimni kutyapmizmi? Kechirasizlar, kirsam bo'ladimi? Ming bor uzr. Ozroq kech qoldim. Aytgancha ustoz, changlarni hammasini artib qo'ydim. Xavotir olmang. Hammasi zo'r. Ha, uzr. Negina? Cho'to'boy, barchasi tayyormi? Ha, hammasi tayyor. Yaxshi. Xo'p, xonimlar va janoblar, majlisimizni ochiq deb e'lon qilaman. O'z faoliyatimizni boshlaganimizga 2,5 oy bo'libdi. Shu sababdan qanday muammo va kamchiliklar bor? Hammasini birma-bir aytinglar. Cho'to'boy? Xo'jayin, men 2,5 oy ichida bir necha xil choy damlashni o'rgandim. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Haytal aka? Assalomu alaykum. Qalaysiz ota? Yangi kiyim kiyibsiz, qo'lingni. Nima gaplar? Xo'sh, gaplar bormi qishloqda? Qishloqda hamma sizni gapiryapti, tog'a. Siz populyarni bo'lib ketgansiz. Yo'q, hamma eshitdimi? Hamma eshitdi? Ha, Qudratovlar bilan quda bo'lganimni. Ha. Haytal aka, eshitishimcha siz ko'p pul olibsiz. Dollarda to'lashdimi? Ha? Xo'sh, aytavering. Qanaqa dollar? Yana g'iybat boshladingmi? Men haqimdagi gap so'zlarga ishondingmi? Ha, ishonaverdingmi? Mayli, gapiraversinlar. Gunohlarim kamayadi. Haytal aka, ziyofat nima bo'ladi? Bo'ladi. Pul yo'qligida yaxshi edi. Hozir qo'liga pul tushib, o'zini yo'qotib ancha o'zgaribdi. Qarab tur, baribir it-mushuk bo'lishadi. Ko'rasan, bir-birini go'shtini yeydi. Bu darajaga bormas. Kap katta odam-ku. Ular janjallashadi. Ko'rasan,
Ke, gara o'ynaymiz. Agar janjallashmasa, velosipedingni menga aytgan narximga sotasan. Tushundingmi? Agar janjallashsa, 200 ming so'm olasan. Ha, mayli. Kelishdik. Kelishdik. Hoy. Kaduboy. Kaduboy. Meni tanidingmi? Saloming qani? Nima deding? Boshliq, 2 oylik hisobotlarni taqdim etsam bo'ladimi? Bemalol. Hozirgi kunda 4 turdagi kredit mavjud. Imkoniyat krediti, Emin krediti, tezkor kredit va oltin qarz. Emin krediti 15 million so'mgacha beriladi. Yillik 20% stavka bilan va 18 oygacha muddatda. Oltin qarz esa oltin garovi evaziga beriladi va uni foizi oyiga 12.3% ni tashkil qiladi. Tezkor kredit 100 mingdan 1 million so'mgacha olinishi mumkin bo'lib, 15 kungacha foizsiz taqdim etiladi. Biz yana bir yaxshi ishni amalga oshirdik. Tojikiston banklari orasida birinchi bo'lib HPC to'lov tizimini joriy qildik, hurmatli boshliq. Ofarin. Nega ikkita? Bu qanday ishlaydi? Mana bu yerda QR kod va HPC mavjud. Biri QR kod orqali, ikkinchisi esa HPC orqali ishlaydi. Juda qiziq. Mobil telefonni QR kodga yaqinlashtirsak, avtomatik ravishda Emin sarmoya chiqadi. Mana, ko'rishingiz mumkin. Kerakli mablag'ni belgilab, bemalol jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Sendan boshqa hech kim yo'q. Sen salomga ham arzimaysan. Ey! Bu qishloqda menga egilib salom berasanlar. O'shanda aliga olmayman. Nega basharangni qiyshaytiryapsan? Sendan qarzim bormi? Ha, qizini sotgan odamga men ham salom bermayman. Kaduboy. Bu yerga kel. Ha? O'shga puling qolmadimi? Qovoqqa o'tibsan. Hozir seni. Hoy, Bu yoqqa kel. qo'y, qo'y. Urishyapti-ku. Hoy, urishyapti. Ajratish Nima kerak. qilyapsan? Hozir sen qudam kimligini bilasanmi? Dabdanangni chiqarib qo'yaman. Bo'ldi qilsanglarchi. Urma, yo'qol. Qo'yvar. Bo'ldi, ota. Qo'yvar meni. Nima Qiz keragi bor ko'rish. shu Meni qudam ishlarni? kimligini bilasan, ha? Hali shoshmay tur, ko'rsatib qo'yaman senga. O'zingizni bosing. Sen aralashma. Sen qol o'ting. Yaramas. Qo'ysangizchi, katta odam nima keragi bor? Haytal akani olib ket. Bo'ldi. Qovog'ingni Ota, yo'qot. o'zingizni bosing. Boshidan qolsin qovog'i. Hey, aka. HBC'ni qayerda tashkil qildingiz va u qayerlarda faoliyat yuritadi? Ayni paytda magazinlarda, qahvaxonalarda faoliyat yuritmoqda. Nigina, Sberbank bilan qachon hamkorlikni boshlaymiz? Janob rais, Shoshmang. Rais, shu joyda men gapirsam bo'ladimi? Qachongacha choy damlab yuraman? Hozirgi vaqtda aytadigan bo'lsam, bizni hamkorlarimiz Moskvadalar. Ular ertaga uchrashib, shartnomani imzolab, yaqin kunda faoliyatlarini boshlaydilar. Keyin Emin sarmoya orqali bizni yurtimizga foizsiz pul jo'nata oladilar. Oson va qiyinchiliksiz. Hammasi juda ham oson. Ishonavering. Niginani o'zi shu savolga javob bersa bo'lmasmidi, a? Xo'sh. Nigina. barcha savollarga javob berdilar. Jo'toboy. Sizni ishlaringizda nima gap? Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Yaxshi. Xo'sh, agar savollar bo'lsa, marhamat. Yo'qmi? Savollar bo'lmasa, hammaga ruxsat.
Ha, dadasi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Nega xomushsiz? Tinchlikmi? Haytali bilan urushib qoldik. Nima biror gap bo'ldimi? Salom bermading deb janjal chiqardi. Salom bermading deb janjal chiqardi. Begona bo'lib qopdim endi u. Voy. Salom bermadi deb ham urushadimi odam? Qiziq ekan u. Ha, urishdik. Yo tavba. Iloji bo'lganida edi, jag'iga bir urardim. Yo xudoyim, nahotki bitta salomni deb shuncha urushgan bo'lsalaring, qayerda urushdinglar? Ko'chada-da. Yo xudoyim, yo sharmanda. Odamgarchiligi ham qolmabdi-da, a. Ha, mayli dadasi, tinchlaning. Keng, yuqoriga chiqing. Hozir men ko'k choy damlayman. Yo tavba, Haytali, odamgarchilikdan chiqibdi-da, a. Yo xudoyim. Dimog'i osmonda. Sadqayi odam ketsin-a. Zaynab. Zaynab. Sangala. Yana nimaga keldingiz? Qo'rqma. Otang ko'rmaydi. Hamma joyga qaradim. Otang yo'q ekan, keyin keldim. Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Otang ertaga uyda bo'ladimi? Ha, uydalar. Tinchlikmi? Ertaga otangga syurpriz bor. Syurpriz? Ha, Qanaqa syurpriz? otang syurprizni ko'rib lol qoladi. Ertaga to'yni qaytarib, seni menga uzatadi. Sangala, aqldan ozdingizmi? Men unashtirilganman. Unutdingizmi? Qo'y shu unashtiruvni. Men senga uylanaman. Nima bo'lishini ertaga ko'rasan, tushundingmi? Bo'ldi, keting. Meni gapga qo'ymang. Iltimos sizdan. Yaxshi qol, mayli. Sangala, uyalmaysizmi? Bo'pti. Xo'p. Haytali. 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 Muqaddas. Suyunmisan? Bu nima qilganingiz? Qishloqqa sharmanda qildingiz-ku meni. Men nima qildim? Hali to'y bo'lmagan qizni nega kuyovnikiga olib bordingiz? Bitta o'zi bormadi, o'zim olib bordim. Bu urf-odatimizga umuman to'g'ri kelmaydi. Men qayerdan bilay? Birinchi marta qiz uzatyapman axir. Nega Husnora xola bilan maslahatlashmadingiz? Kampir esimga kelmabdi. 15 yil oldin kasal holimda ham ziqnalik qilib dori olib kelmagandingiz. Meni berib qo'ydingiz. Qizimga ziqnalik qilishingizga yo'l qo'ymayman. Tushunarlimi? Ha. Tog'a.
Tog'a. Tog'a. Tog'a. Tog'a. Tog'a. Voy tavba. Voy tavba. Yer qimirlayapti. Yer qimirlayapti. Tog'a, men kuyovingizman. Kimsan? Assalomu alaykum. Men kuyovingizman. Qaysi kuyovim? Nechta kuyovingiz bor? Nima? Eminman. Sog'ligingiz yaxshimi? Hammasi joyida, yer qimirlagani yo'q. Yuragimni yorib yubording. Eminjon, tinchlikmi? Tinchlik emas. Nima gap? Saharda turib, uydagilarga men ketyapman deb qanot qoqib keldim. Shunaqa gaplar. Tinchlikmi o'zi? Kalla qo'yibmiz tog'a. Qanaqasiga? Ozroq yolg'on gapirdim. Qanaqa yolg'on? Esingizdami? Hamma narsa oldingmi degandingiz. VIP joylardan oldim degandim. Lekin tilla olishga ulgurmabman. Shunga to'g'ri tushuning. Kechgacha yurib ulgurmadingmi? Ha? O'sha kuni chiqquncha obed bo'ldi. Ozgina aylanib, bir-ikki joyni ko'rib, ovqatlanishga kirdik. Borguncha kech bo'ldi. Lekin kelin ko'ylak tanladik. Qaytib borsak, do'kon yopiq ekan. Shunga ulgura olmagandik. O'zing aqlli bo'lsang, tillasiz to'y o'tadimi axir? O'zing bir o'ylab ko'r. Bo'lmaydi. Ha, bo'lmaydi. Tog'a, maslahat qilgani keldim. Xo'sh. 4 masalasiga o'xshab hal qilsak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas, tog'a. Yaxshi fikr. Tog'a olib kelganman. Mana, ko'rdingizmi? Tog'ajon, bir-birimizni tushunib oldik. Qalay? Bo'ladimi? Juda ham yaxshi tushunyapmiz. Xo'sh, qani oling. Dollar yo'qmidi? Dollarmi? Bor edi. Bir to'la maydalab keldim. Ovora bo'lmang dedim-da. Shoshibsan-da, Eminjon. O'zim maydalagan bo'lardim. Kursam ancha baland edi. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Yo'q. Muhimi rubl emas, to'g'rimi? Axir qara, bu kam-ku, tilloga yana qo'shsang bo'lardi, kuyov. Nima deysan? Ozgina qo'sh. Mana tog'ajon. Mana, yana bir pachkasi siz uchun. Mana endi tillolarni ham olsak bo'ladi. Eminjon, sen qayerni aytgan eding, a? Vipmi? Nima edi? Vip. Ha, VIP boylarni joyi. O'sha boylarni joydan borib olamiz. Agar yetmasa, menga qo'ng'iroq qiling. Bo'ldi, kelishdik. Xo'p, tog'a, menga ruxsat. Hali ishga borishim kerak. Ha, choy ichsang bo'lardi. Ketish kerak, tog'ajon. Siz ham tezroq borib oling va menga ayting. Oyim so'rayaptilar, qanaqa tilla olding deb, xo'pmi? Iltimos ayting. Xo'p, bo'ldi. Choy ichib ketsang yaxshi bo'lardi-da. Borish kerak, tog'ajon. Xo'p, yaxshi. Albatta tilla olaman. Xo'p. Nima gap? Yangi oyoq kiyim olgan, shuni maqtanyapti. Ha, aytdim, nimadir yaltirab turibdi deb, ha? Oyoq kiyim oldim deb, ey, maqtanaverasanmi? Karvonda olganingni bilamiz-ku. Qanaqa karvon? O'zimizni Sharif hojidan oldim. 75 ming dedi. Savdolashib 50 mingga oldim. 50 ming, ha? 3 ta olsang o'larmiding? 3 ta. Ha. Zo'rg'a qarzga oldim o'zi. Ustida nima deb yozilgan? Tono deb yozilganmi? Temadagi bolalar kiyadi. Shunaqasini. Ishonaver. O'zingchi. O'zingni bil. Eski etiklaring bor edi-ku, sovuq urmasin. Shularni kiysang bo'lmasmidi? Yaxshiroq edi. Shunda sovqatmasding. Meni ustimdan kulasan,
Indamagan sari kulaverma. Bojangni urganimizda sog' joyi qolmasdi. Etiklarim yirtildi. Yirtilibdimi? Boshqasini olarding. Bozorga bordim. Mollarga dori olish kerak edi. Dorini oldim, pulim qolmadi. O'sha pulingdan yana 50 ming topib, menikidaqasini olsang bo'lardi axir. Oyoq kiyim etkilaringni qo'yib turinglar. Kech bo'lib ketdi. Bu bola kelmaydi menimcha. Yo'q. Hali kech bo'lmadi. Endi kelib qolsa kerak. Sangali. To'g'ri qilding lekin qizni qo'yib yubormasdan. Aytgancha, haligi Haytal aka bilan tortishib qolgansizlar. U nima bo'ladi endi? Bu yog'i qiziq-ku. Uni nozik joyini bilaman. Barcha mol-hollarni sotamiz. Pulmi? Ha. Shoshma. Buyuragingni sotsang-chi. Jinnimisan sen? Buyrakmish. Biz doktor topib qo'ygandik axir. Ko'rishguncha tog'a. Sog' salomat bo'ling. Ehtiyot bo'l o'g'lim. Mayli tog'a. Ehtiyot bo'lib qayda. Ko'rishguncha tog'a. VIP joylardan a? Ha. Bo'pti. Kuyov bola-ya. Ketdimi? Ota, bu pullarni olib bekor qildingiz. Endi biz haqimizda nima deb o'ylaydi? Pulni bergan paytida olish kerak. Ertaga bir tiyin ham berishmaydi. Tushundingmi? Shuncha pul bekorga sandiqda yotibdi. Nega ko'p pul yig'ib Sen qo'ygansiz? qayerdan bilasan? Tez uyga kir, bor. Yo'qol. Haytali. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kampirsho. Baxtiyor kelganmidi? Kuyovni o'zi kelgan edi. Mana kelyapti. Ana o'sha. Yarim soat kechikdi bu. Ertalab erta kelgandi, men ko'rganimda. Haytal aka bilan nimani gaplashgan bo'lsa? O'zing urasanmi yoki men uraymi? O'zim gaplashaman shu yerda. Eshit Sangali. Hozir jiddiy bo'l. Ko'p gapirmasdan g'idi-bidini bas qil. Agar senga nimadir qiladigan bo'lsa, biz ham qo'shilib abjag'ini chiqaramiz. Qo'lingni ber. Ayiq o'xshamasdan tur. Qo'yaver. Boshingni qimirlatma. Jiddiy bo'l, xo'pmi? Ko'ziga tik qara. Menga qara, qo'lingni tort. Qo'rqma. Kaltaklashimizni bilganday, zalga kiyadigan kiyimlarni kiyib kelibdi-ku. Bitta energetik ichganimizda edi. Kuchga to'lib buni kaltaklagan bo'lar edik. Quvvatimiz oshgan bo'larmidi? Samar, uraman degan odamchi, o'sha energetiksiz ham urib pachag'ini chiqaradi. Yigitlar, tinchlikmi? Sizlarni tushunmadim. Maqsadingiz nima o'zi? Maqsadingiz meni urishmi? Uyalmaysizlarmi? 3 ga 1. To'rga 1.
Bir o'zim bas kela olaman senga. Chetga o'tib tomosha qiling. Biz shu yerdamiz. Senlar aralashmalaring. O'zim hal qilaman. Ha, biz bolalikdan katta bo'lganmiz. Seni yolg'iz qo'ymaymiz. Kerak bo'lsa uramiz. Xo'pmi? Yigitlar, bilaman, meni yolg'iz qo'ymaysizlar. Ammo bu keyin shaharga borib hammaga sangali meni 3 kishi bo'lib do'pposladi deb aytadi. Shu sabab meni obro'yimni tushirmanglar. Men o'zim adabini beraman. Yoningdamiz deydi yana. Ana bo'ldi. Birga bir boshqachada. Menga kuching yetadimi? 100% yetadi. O'zingga qara lekin. Men zalga chiqaman. Trenerim ham bor. Trenerim chempion. Urush bo'lsa, urush. Ancha bo'pti urushmaganimga. Xo'sh. Yana pul oldingmi? 10 barobar qilib pul berishdi, yana oldingmi? U qalin puli. Bu nima? Bu tillaniki. Oho, tillaga ham pul berishgandi-ku. Oho, Bu kamlik qiladi. Haytali. Balosan, balo. Ha, qishloqda rekord qo'yding-ku, qalin pul olish bo'yicha. Ha, u kimni qizi? Haytalini qizi. Ha. Haytali, shuncha pul olib, shu Husnora kampirga deb biror xil uzukmi yoki biror xil tilla ol. Berdim-ku, katta anor. Ha, anor? Ha, achigan qovun berganingni ham esla endi. Nima olib beray? Tilla. Bitta uzuk olaman. Bujuteriyadan. Hey. Unda paplin. Ha, paplinni sovuqda nima qilaman? Qish ham keldi-ku. Unda yozda olib beraman. Nima deysan? Hey. Kampirsho, menga qara. Sizlar hamma narsani bilasizlar. Arzon tillani qayerdan olsam bo'ladi, ha? Ha. Husnora kampir, bitta paplin senga. Uzuk. Ha, bo'pti, bujuteriyadan uzuk. Men senga hozir bir manzilni aytaman. Bir hafta oldin qo'shnini qizi shaharga borib, karvon bozordan bir necha xil tillalar olib kelgan ekan arzonga. Ha, shunaqa. Karvondanmi? Yur, menga ham uzuk olib ber. Mayli, olib beraman. Paplin bilan bujuteriya. Kampir, nozlanma. Nozlanish davring qachonlar o'tib ketgan edi. Bore. Ha. Zarbang qattiq ekan sangali. Qaysi zalda shug'ullangansan? Og'ilda, dalada. Qo'ling juda ham qattiq ekan. Ertaga boriboq trenerimni o'zgartiraman. Bo'ldi. Bu qishloqdan chiqmaydi u qiz. Haytalini qiziga men uylanaman, eshitdingmi? Bu gapingni borib dadamga ayt. Dadam lavz bergan. Men dadamni gapini ikki qila olmayman. Uylanmasam umuman bo'lmaydi. Dadang bilan nima ishim bor? Bu yerga qaytib kelma. Borib dadangga ayt. Men u qizga uylanmayman deb.
Zo'r bo'lsang o'zing borib ayt. Quloq sol. U qizga uylanaman deb shuncha yil kutdim. Sochim ham to'kilib ketdi. Yoshlikdan katta bo'lganmiz. Meni ham bu yerda sochim to'kilmasin. Shahar to'la qiz. Bor ularga uylan. Nega kelding bu yerga? Men dadamga qarshi chiqa olmayman. Bu to'y bo'lishi shart. Ha, bo'lishi kerak. Bor, dadang bilan o'zing gaplash. Men sovqotdim. Shapkam qani? Mana, Ha. Brendvi shlyapangni ol. Bo'ldimi? Yoki yana urushmoqchimisan? bu yerga boshqa kelma. Bor ket. Ko'p gapirma. Dadamga borib ayt. Olib borib qo'yaymi yoki o'zing ketasanmi? Eshakda ketaman, shart emas. Assalomu Alaykum alaykum. assalom. Yaxshimisizlar? Hormang. Xush kelibsiz. Nima xizmat? Azamat eng arzon do'kon sizlarniki degandi. Ha, albatta. Kechirasiz. Xato qilmadingiz. Qiz uzatishga nima olishadi? Uzuk olishadi, bilak uzuk olishadi, zirak olishadi, zanjir olishadi. Birortasini ko'rsatingchi. Arzonroq qilasiz, ha? Albatta chegirma qilib arzon qilib beraman. Ha, yaxshi. Ota, bir daqiqaga mumkinmi? VIP do'konga boramiz deb qudalarga va'da bergandingiz-ku. Qizim, tillani nima farqi bor? VIPda ham shu tilla, bu yerda ham shu tilla. Kel, yaxshisi tanla qizim, tanlachi. Shuni ko'rsating. O'zimizni tillami bu? Shunday aka. Ko'rdingmi? Sifatini zo'rligini qara. Marhamat. Salomat bo'ling. Qizim, ko'rdingmi? VIPdan nima farqi bor? Qahva ham berishar ekan. Bunisini ham taqingchi. Olganga yarasha, kattarog'ini ol. Bunisi juda yarashdi. Otajon, yarashdimi? Juda ham zo'r. O'zingga yoqsa bo'ldi. Pulini o'ylamasdan qimmatlardan ol. Otang bugun saxiy boy. Saxiy boy, tushunyapsanmi? Pashshalar ham meni atrofimda girdi kapalak. Pulim borligini bular ham bilib qolishdi. Xo'p. Ming bor uzr aka. Hozir hal qilamiz. Salomat bo'ling. Shahrom, bir daqiqaga kir. Chaqirdingizmi, shef? Sharof, nima muammo bor? Hech qanday muammo yo'q? Tinchlikmi? Nega unda mijoz qo'ng'iroq qilib, ustilaringdan shikoyat qilyapti? Nima masala bo'yicha? Aeroport yaqinidagi 104 kvadratli uy bo'yicha. Ha, hozir tushuntiraman. Uyini qimmat so'radi. Aniqlik kiritdik. Bozor narxidan qimmatroq so'ragani uchun qabul qilmadik. O'zingiz bozor narxidan qimmat bo'lsa, olmanglar deb aytgandingiz. Biz bor yo'g'i sizni aytganingizni qildik, xolos xo'jayin. Yaxshi. Keyinchalik ham qaysi mijoz bozor narxidan qimmat so'rashsa olmang. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Bizda narxlar hamyonbop. Xo'p bo'ladi. Ishingizni davom ettiring. Sizga ruxsat. O! Emin, do'stim. Ishlaring yaxshimi? Rahmat, o'zingchi? Bo'ladi, rahmat. O'tir, gapim bor.
Do'stim, tushunmadim. Shubhali ko'rinasan. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Baxtiyor akani ko'rgandim. Baxtiyor akani? Nima deydi? Baxtiyor aka bilan nima haqida gaplashganding? Qayerda? Bizning uyimizda, hovlida. Otajon, bo'ldi. Bo'ldimi? Xo'p. Nima bo'ldi? Xo'sh, gapiringchi, nech pul bo'ldi? Marhamat, chegirmasini qo'shib hisobladim. Chegirma qildingiz-u, lekin juda kam qildingiz-da. Iltimos, yana bir hisoblab ko'proq chegirma qilib bering. Xo'p. Doimiy mijozimiz bo'lib qolishingiz uchun Xo'p, agar mana bunday bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi-da. Rozi bo'ling. Xo'p, iltimos. To'yimiz bor, bilasiz-ku. sal to'g'ri kelmayapti-da. Rozi bo'ling. Hammasi to'g'ri keladi, ha? Yanga, rozi bo'ling. Xo'p, mayli. Doimiy mijozimiz bo'lib qolasiz. Rahmat. Albatta yana kelamiz. Shunchalik chegirma qilib berdingiz. Hozir 1 daqiqa. Hozir. Xo'p. Xo'sh. Xo'sh. Hozir. Xo'sh, mana o'zingiz sanab ko'ring-chi. Sanagan bo'lsangiz bo'ldi. Ha, yana bir sanab ko'ring. Ko'chadan topib olsang ham sanab ol deyishgan. Yana 800 so'moni. Shu 800 o'tsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, iloji yo'q. Hech ham iloji yo'qmi? 1, 2, 3, 4, 5. Mana oling. 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 To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Xush kelibsiz, singlim. Rahmat, salomat bo'ling. To'yga o'tinglar. Ketdik qizim. Cho'ta mazam bo'lmayapti. Baxtiyor aka bilan gaplashganimni qayerdan bilasan? Kameralarga e'tibor bermadingmi? Orqamdan ish qilishingni kutmagandim. Kamerang ovozni ham oladimi? Ha, Basharangni o'zing bir ko'rganingda edi. nima gap o'zi? Nega qizarib ketding? Ha, yo'q. Konditsioner ertalabdan beri ishlamayapti. Nima gunoh qilganimni aytmayapsan-ku? Gunohing shuki, nega uyimizga kelishga kelib, meni kelishimni kutmasdan ketib qolding? Ha, bitta uyni sotgandik. Singlingni imzosi kerak edi. Shunga borgandim. Bor gap shu. Ishlaring qalay? To'yga tayyorgarlik qalay ketyapti? Bo'lg'us kelin bilan kelin ko'ylak tanlashga ketdi deyishdi. So'rama. Bezor bo'ldim, ishonasanmi? Uni sotib olib, buni sotib ol. Kim bu narsalarni tavsiya qilgan hayronman. Aksincha, Xudoga shukr qilmaysanmi? Bizni ham shu kunlarga yetkazsanglar. Hammasi mayli, lekin meni qaynotam o'zi alohida bir kino. Voh, bunchalik ham pulni sevadigan odamni umrimda ko'rmadim. Lekin bir jihati yaxshi. Bilasanmi, pul uchun luboy ishga rozi bo'ladi. Pul bilan sotib olyapsanmi? Ha, Unda topishibsizlar-da. Bir kun tanishtirarsan. Ismi nima? nomi ham ajoyib. Haytali. Chitali? Haytali. Haytali? Ha. Bunday ismni hayotimda birinchi eshitishim. Ismi Haytali bo'lsa, albatta pulni sevadi-da. Tayyorgarlik qalay? To'ygami? Qasddan hammasini rezinkaday cho'zyapman. Kechroq bo'lsin, kechroq. Bunday ishlarni tezroq qilish kerak. Bo'lmasa yaxshi bo'lardi. Mayli, keyin tushunib olasan. Hammasi zo'r bo'ladi. Gapni aylantirib mavzudan uzoqlashdik. Baxtiyor aka bilan nima haqida gaplashdik? Xo'sh, qani aytchi? Baxtiyor aka bilan deyarli hech narsa haqida gaplashganimiz yo'q. Siqilib osmonga qaraganingchi?
O'zingga qo'ng'iroq qildim, ko'tarmading. Keyin aka kelib bir muammoni aytdi. To'g'risi o'zingga aytmoqchi edim, fursat bo'lmadi. Kasalxona esingdami? Ha? Kasalxonadan javob berishganidan keyin Baxtiyor aka surishtirib, Amirani adresini topib uyga boribdi. Obbo. Amirani bo'yni gips, ko'zlarini tagi ko'kargan holatda ko'rgan. Sizlarni munosabatlaringizni, birga yashab yurganlaringizni hammasini bilgan. Ishongim kelmayapti. Aytaman, bu odam nimaga ko'zimga tushganda menga g'alati qarayapti. Nimadir demoqchi bo'layotganini his qilaman. Yuragida bir gapi borligini bilib. Lekin Baxtiyor aka tinchlikmi, biror gap bo'lsa ayting desam, yo'q, hammasi joyida deydi. Lekin ko'zlari nimadir demoqchiligini aytib turgandi. Shu gap ekanda. Ha, qoyil, Baxtiyor aka. Hali ham rahmat degin, dadangga borib aytmoqchi edi. Yo'q-e? Yaxshi ham dadangni xabari yo'q. Eshitsa nima bo'lishini o'zing bilasan. Tojikistondan biror chet elga badarg'a bo'lasan. Keyin taklif berishga majbur bo'ldim. Oldilaridan o'tib holatni to'g'ri tushuntirdim. Xato qildi. Keyinchi? To'g'ri tushuning deb iltimos qildim. Meni kechir, agar issig'ida aytmasam, to'g'ri dadangga borib aytmoqchi edi. Keyinchi? Baxtiyor aka, iltimos, Eminni dadasiga aytmang deb iltimos qildim. Evaziga Emin Amira bilan boshqa uchrashmaydi deb va'da berdim. Nahotki odam shunaqa va'da bersa. Sen meni nomimdan Baxtiyor akaga meni Amira bilan uchrashmaydi deb va'da bersang. Sen bilasanmi shu paytgacha Amira bilan necha marta uchrashganimni? Agar Baxtiyor aka ushlab olganida dadam xabardor bo'larmidi? Shuning uchun aytdim-da. Qo'ng'iroq qildim, ko'tarmading o'zing. Menga vaqtliroq aytishing kerak edi. Sharoitimni bilasan. Men majbur bo'ldim, Emin. Aytishing kerak edi. Kelardim, birga o'tirardim. Men u odamni ko'nglini topishni bilardim. Amira bilan uyda yotganding. Endi nima qilasan? Shunday ish qilamizki, Baxtiyor aka bilmasin. Kelin bo'lmish nima qiladi? Kim? Kelin bo'lmish. To'g'risi hali bir xulosaga kelmadim. Tirik bo'lsak, ko'rarmiz. Qizim, menga boylarning raqami kerak. Shaharda kim shu raqamni ko'rsa, ko'tarsin. Shunday raqamlar bormi? Hamma raqamlarimiz bor. Marhamat. Shartlaringiz qanaqa? Ta'rif deydimi, nima derdi? 30 so'mdan to 50 so'mgacha bo'lgan ta'riflarimiz bor. 30 so'mlik, 40 so'mlik va 50 so'mlik. 30 so'mlikda 300 daqiqa 4000 megabayt bir oyga beriladi. Yana 40 so'mlik bor. 40 so'mlik 500 daqiqa 6000 megabayt bir oyga. Yana kechki interneti ham bor. Menga qara qizim, bizga mana shu 30 so'mlik ham bo'ladi. Xo'p bo'ladi, amaki. Nima hujjat kerak? Pasportingiz bormi? Bor. Hozir. Mana, hozir. Mana pasport. Amaki, siz raqam tanlab turing, men sizni ro'yxatdan o'tkazaman. Xo'p. Qani, qizim, birorta zo'r raqamni o'zing topchi. Qani top. Mana buni oling, otajon, chiroyli raqam. Nega? Nimasi chiroyli buni? Hammasi 7lik raqam. O'zingiz aytganingizdek boylarning raqami. Hammasi 7. Qizim, mana shu 7lik raqamni bering. Xo'p bo'ladi, amaki, hozir. Amaki, telefoningizni bering. Xo'p. Marhamat, amaki. Qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ha, yaxshi. Qara, buni hozir.
Eminjon. Labbay. Tanimadim, siz kimsiz? Tog'ang. Qaysi tog'a? Nechta tog'ang bor? Tog'alarim ko'p, qaysi biri? Men qaynotangman. Qaysi qaynota? Nechta qaynotang bor? Bitta qaynotam bor. Men Haytaliman. Tanidim, Haytal aka, tanidim. Notanish raqam bo'lganiga bu kim ekan deb o'yladim-da. Bu meni yangi raqamim, yozib qo'y. Qo'ng'iroq qilishim bilan darrov ko'tar. Ha, juda yaxshi. Biz ham qizim bilan shaharga kelgandik-da. Qayerda sizlar? Manzilingizni ayting. Bu yerning manzili qanaqa? Rudaki 87. Rudaki 87. Sumni oldida, Anor degan joyda. Bilasanmi bu yerni? Kutib turing, men hozir boraman. Xo'p, svetoforning oldidaman. Hozir boraman. Bo'ldi, xo'p, mayli. Ana, nech pul bo'ldi bu? 30 so'm. 30 so'm? Mana hozir. Mana, o'zi 30 so'm sizni haqqingiz qolgan ekan. Mana pasportingiz ham Xo'p, aka. salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Yana Rahmat. kutib qolamiz. Qani ketdik qizim. Yur. Ha. Eminjon. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Hamma yaxshimi? Assalomu Tuzukmisan? Ha, rahmat. Uzr, seni ham ovora qilib qo'ydim. Vaqtliroq aytsangiz bo'lmasmidi? Ketdik. Qani yur qizim. Qani chiq, chiq. Meni tog'am bittada. Kuyovga gap yo'q. Kuyovga gap yo'q. O'tirdingmi qizim? Ha, otajon. O'tir, o'tir. O'tirdingmi? Ha, yaxshi. Ovora bo'lding-da. Shu yerdan oldingizmi raqamni? Ha, sim kartani shu yerdan oldik. Anorni ofisi ekan. Notanish kurtoy raqamdan qo'ng'iroq qilayotgan kim bo'lsa ekan deb o'ylabman. Eminjon, bizni qudalarimiz kim bilasanmi? Qudratovlar. Biz ham ularga mos bo'laylik deb shunaqa VIP oldik-da. Xizmat bor desangiz, mashinada olib yurardim. O'zingiz bunaqa ovora bo'lib yuribsiz. Qudalarni qiynamaylik dedim-da. Ishlaring bor, hayot tashvishlari, lekin rosa qidirdik. Sen aytganingdek, tillani eng qimmat joylarini izladik. Ha, qimmatlarini oldik. VIPlarnimi? Ha, VIPlarni. Qani qizim ko'rsatchi? Sizga yoqdimi? Yoqisham gapmi? Ko'ngil xotirjam bo'lishi uchun onangga ko'rsatsang ham mayli. Necha kundan beri nima deyishni ham bilmay qochib yurgandim. To'g'risi, shunga boshim qotib qoldi. Bu kecha olib borib ko'rsataman. Xavotir olma. Javohirlarni eng qimmat VIP joydan oldik. Tog'ajon, yuring, uyga boramiz. Dadam uyda, Baxtiyor aka ham bor. Yo'q, rahmat Eminjon, qishloqqa boraylik. Mol-hollar qarovsiz qolgan. Harom bo'lib qolmasin yana. Bir narsa bo'lsa, hech kimning ishi bo'lmaydi. Bizni saxovatga taksilarni oldiga olib borib qo'y, xo'pmi? Xo'p, mayli. Mayli, xo'p. Yaxshi. Dushanba yoqdimi? Ha, juda ham yoqdi. Juda ham chiroyli shahar. O'zgarib ketgan. Yur jonivor. Yur. Yur. Menda xafa bo'lma. Faqat yura qol. Kela qolsang-chi. Assalomu alaykum. Haytal aka. Alaykum assalom. Sangali tinchlikmi? Ha, tinchlik. Sizga sovg'a olib keldim. Qanaqa sovg'a? U kungi ish uchun. Qanaqa ish? Ozroq sizni xafa qilib qo'ygandim-u. Ha, o'zingga kelib qoldingmi? Jahling joyiga tushdimi? Asabiylashganimda o'zimni yo'qotib qo'yaman-da. Shunga xafa bo'lmang deb kechirishingiz uchun sizga qo'y olib keldim. Ha, mayli, kechirdim. Qo'yxonaga olib borib qo'ya qol. Xo'p bo'ladi, lekin yana bir iltimosim bor-da. Nima? Iloji bo'lsa, shu to'yni qaytarsangiz. Xudo haqqi. Men qizingizni baxtli qilaman. O'g'lingiz o'rniga o'g'il bo'laman. Siz ota o'rnida ota bo'lasiz. Paxtangizni teraman. Mollaringizga qarayman. Hamma ishlaringizni qilaman. Qaysi to'yni qaytaray?
Shu qizingizni to'yida? Keyinchi? Men 6 yildan beri kutaman uni. Sochlarimga qarang. Boshimda sochim qolmayapti. Sinfdoshlarimni 2-3 tadan farzandlari bor. Men qizingizni 6 yildan beri kutaman. Boshqa hech kimga uylanmadim. Yo'limizni to'smang, iltimos sizdan. Iltimos. To'yni qaytaring aka. Menga qara. O'zingdan ham, sochingdan ham bezorman. Tushundingmi? Qo'yingni oldi bu yerdan yo'qol. Bor yo'qol. Boshing bilan urushib qolganmisan nima bola? Bor doktor-mo'xtirga ko'rsat. O'zi salomatliging joyidami? Tur yo'qol bu yerdan. Ko'zimga ko'rinma. Ket dedim senga. Bor yo'qol. Hech ursin seni. Bu nima ahvol? Yosh bola meni bitta qo'y bilan aldayman deydi. Ya qo'ying boshingda qolsin. Qasam ichib aytamanki, qizingiz shu qishloqdan chiqmaydi. Tushundingizmi?